Bunga zo'r taklif tayyorlab qo'yganmiz. Rassrochkaga o'zini pulini bo'lib berishga beramiz. Matin aka, rassrochka, nasiya savdo, shunga o'xshagan narsalar nima? Shu haqda ham ozgina ma'lumot berib o'tib ketaylik aka. Bo'ldi, o'shanga oydinlik kiritib ketaylik, chunki ko'pchilik video oladi-yu, shu haqida to'liq ma'lumot bermaydi. Yuk tashuvchi emas, yo'lovchi tashish bilan shug'ullanadigan akalarimiz uchun ham yaxshi variant bor. Bundan tashqari o'zingiz bilasiz, tentligi bor, keyin promtovar bor va yana bitta varianti bor. Hozir masalan, xohlagan narsangizni orqasiga o'rnatsangiz bo'ladi. Vodovoz qilasizmi, uni baliq tashish uchunmi yoki tent qilasizmi, farqi yo'q, xullas. Morojeni tashish uchun xolodilnik qilasizmi? Xullas, shassi. Mana Ukali 24-yil agar oladigan bo'lsa, propan qo'yib beramizda. tekinga. Tekin. Garantiyada qoladi mashina. O'z kuchida qoladi. Garantiya. Aka, o'zimizda agar o'rnatsa, propan bo'ladimi, metan bo'ladimi, biz albatta garantiya bilan qo'yamiz va eng asosiysi eng sifatli zapchastlarni qo'yib beramiz. Matin aka, Labay. bitta savol bor aka. Hop. Mana Jack X200 bor-ku. Hyundai Porte, Kia Bongolarni o'rniga bemalol olsa bo'laveradi deb jar so'yotibmiz. To'g'risi o'zimni bitta tanishlarimga ham maslahat berib yubordim-da aka. Uyaltirib qo'ymayman ishqib. Baribir siz sotgansizlar, boshqa kelgansizlar, klientlar bilan aloqa bor-ku. Albatta. Jalaba qilib kelgan. Realni o'zimizni olsak uyalib qolmaymizmi aka? Endi agar Kia Bonga bilan hozir solishtiradigan bo'lsangiz, masalan, yo Hyundai Porterga, ular O'zbekistonga oldinroq kirib kelganda, ular oldinroq kirib kelganiga o'zini maxsus muxlislari bor. Ha. O'shanga Jack endi 2 yil bo'lgan bo'lsa, imенно X200 modeli. Bu xudo xolasa aniq aytaman, O'zbekistonni ko'pchilik joyini egallaydi. Chunki o'sha buni muxlislari bor. Chiqyapti, bundan keyin ham chiqadi. Endi qarangda, hozir Toshkent bilan Vodiyni bog'laydigan yo'l Perivalda, Vodiy Perivalda, Qamchiqdan olib. Endi misol uchun mashina dosh bermaydi. Misol buni olib turib, metan qo'yib turib yurib qolsa, yuk torta olmasdan buzilib qolib, yana uyaltirib qo'ymaydimi? Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Chunki mijozlar, u ham masalan mijozlar ko'p-ku. O'zimiz metan o'rnatib berganmiz, o'zimiz propan o'rnatib berganmiz, masalan, bemalol bitta mijozimiz bor. Hozir 2,5 tonna kamida yuklaydi, masalan 3 tonnagacha bemalol ko'taradi. Yurib Videoga olyapsiz. Yana qilmaydi. aka uyaltirib qo'ymaydi, seriozda. Bu video qo'yib yuboraman. Bo'ldi, qo'yib yuboring, nimadan qo'rqamiz aka? Matin akani ogohlantirmasdan videoga olishni boshlaverdim, to'g'risi. O'zi video olgani keluvdi. Niyamishni boshlaydi dedim. Bu mashinani juda ko'pchilik qiziqyapti, so'rayapti. Qarang, haqiqatan ham metanni atkaz qilmaydi. Aka, o'zimizda agar o'rnatsa, propan bo'ladimi, metan bo'ladimi, biz albatta garantiya bilan qo'yamiz va eng asosiysi eng sifatli zapchastlarni qo'yib beramiz. Buni ham o'zini sifatlisi bo'ladi. Misol deylik, hamma 4-pokoleniya deydi, 3-pokoleniya deydi. Uni ham o'zini pozitsiyalari bo'ladi. Ha. 4-pokoleniyaviy, lekin tuftasi ham bo'ladi baribir. Albatta aka, albatta. Bunaqasini qo'yilmaydi, yaxshi qo'yiladi. Keyin sizlarda qo'ysa, haligi ham turadi, kafolat ham Kafolati o'z turadi. kuchida qoladi. 3 Kafolati yil o'z- garantiya beramiz. Yoki 3 yil yoki 100 ming kilometr. Qaysi birinchi kelishiga qarab. Endi Matin aka qarangda, 16 millionlik chegirmamiz bor edi. 16 million 800 ming. 16 million 8, endi pashti 17 million. Ha, to'g'rimi? Chegirma davom etyaptimi yo tugadimi? Hozircha tugadi deb ayta olmaymiz. Aha. Chunki hech kim e'lon qilgani yo'q. Hali buyruq ham tushgani yo'q. Hozircha kuchida. Qarang, ko'p avtosalonlar endi avtomashinani sotish uchun, o'tkazish uchun eski mana 23 va 24 kuzovdagi mashinalarni sotish uchun chegirma e'lon qiladi. Bular ham shunaqa 24, 25 shunaqami? Yo'q aka, bizda hozir 25-yil 24 yo'q. Ha, 25. 25 ha. 24lar bironta yarimta qolmagan. 24 qolgan, faqat promtovarda qolgan. A, butka. Butkali varianti qolgan. Bu ham soni kam bir 5-6 ta qolgan xolos. Xo'p, butkani olsa nimadir yangilik bormi? Bir chegirma Qarang, agar milliondan chegirma tashqari? qilamiz, ne qilmaymiz? Xalq uchun bo'lsa, xalq uchun bo'lsin, qilamiz. Butkali 24-yil agar oladigan bo'lsa, propan qo'yib beramizda. Tekinga. Tekinga. Garantiyada qoladi mashina. O'z kuchida qoladi. Garantiyadan chiqib ketmagan holatda tekinga Shunday. propani ham bilan o'rtoqlar
Jack X200 butkaligidan oling, 16 million chegirma ham qoladi. Undan tashqari propanda ham o'rnatib beramiz Tushundim. butkaga. Shunday. Siz bunaqa bortovoy olmoqchisiz, 16 million chegirmada olib ketaverasiz. 16 million 800 aniqrog'i. Tushundim. Salkam 17 million foydada. Endi 17 million foyda ham cho'ntakka foyda barabir. Albatta. Metan o'rnatib olishi mumkin, to'g'rimi? Xuddi shunday. Nimadirlar bunga yana qo'shimcha jihoz mana bu yerlarga qoplamalar qilish Qoplama qilsa bo'ladi. Bortovoyni olib kimdir tent qiladi, buni eshik ochiladigan qilsa bo'ladi. Endi ular o'sha 17 millionlik chegirma ularga plyusda. Foydali bo'ladi. Xuddi shunday. Mana o'rtoqlar, sizlarning rasxodlaringni tayyor qilib berishyapti ekan. Endi ko'pchilik Hyundai Porter legenda, Hyundai Porter zo'r deydi. Men u mashinalarni yomon demoqchi emasman. Albatta zo'r ular. Misol 3-4 yil haydargani примерно $30,000 atrofida ekan sotuvda. Yangisi emas, ozgina yurgani. Endi undan 3 dan 2 qismi даже undan ham arzonga yangisini olsa bo'ladi. Skidkali narxini inobatga olgan holda где-то 19 ming atrofida chiqadi-da. 19 mingga 19 mingga ham bormaydi adashmasam. Hyundai Porterni, Kia Bongoni o'rnini bosa olishi mumkin bo'lgan Jack X200 sotib olishi mumkin. Endi Hyundai Porterdan sizlarga yana bitta ustunligini aytib o'tib ketaman, qaranglar. 19 ming ekanda bugungi kurs. 19 ming hozirgi kunga, shu bugungi kunga 19 ming atrofida chiqadi. Mana bu balon bor-ku, orqa baloni qo'sh balon bo'ladi, unda ham qo'sh balon. Ularda Hyundailarda 12 bo'ladi, bu 13 bo'ladi. Bu ham bir qanchadir miqdorda qandaydir ustunlikni bera oladi, to'g'rimi? Shunday. Xuddi shunaqa zapaska ham. Zapaskasi ham ikkita bo'ladi, oldi balon 15 bo'ladi. Ko'rsatib o'tib ketay hozir. Yaxshi ko'rsatmayapman, mana qaranglar. Ko'ryapsizlarmi? Bu yerga o'zimiz O'zbekistonda UzAuto treylerda chiqyapti. Samarqandda yig'ilyapti. Xudo xolasa to'laqonli ishlab chiqarishni ham yo'lga qo'yamiz, nasibsa. Xudo xolasa. Endi ko'pchilik bilmaydi. Shu narsani aytib o'tib ketilmaydi-da, ko'p obzorlarda. Mana bortni uzunligi, kengligi, chuqurligi haqida to'liq santimetrlargacha aytib beraylik. Qarang. Ichidan hisoblasangiz 3.10 bo'ladi. Mana bu yerda bu tomondan ichidan 3.10 bo'ladi. Eni 1.65 bo'ladi. Mana eni 1.65. Xuddi shunday. Chuqurligi 36 sm bo'ladi. 36 sm. Заводской gurza podyomnik qancha berilgan? Bortovoyga 1 tonna 900 berilgan. Bunga. Bundan tashqari o'zingiz bilasiz, tentligi bor, keyin promtovar bor va yana bitta varianti bor. Hozir masalan, xohlagan narsangizni orqasiga o'rnatsangiz bo'ladi. Vodovoz qilasizmi, uni baliq tashish uchunmi yoki tent qilasizmi, farqi yo'q, xullas. Morojeni tashish uchun xolodilnik qilasizmi? Xullas, shassi bor. Mana orqadagi bort bo'lmaydi, shassi bort bo'lmaydi, o'zingizga moslab to'g'rilab olishingiz uchun. Uni gruzopodyomnosti 2 tonna 80 kg. 2 tonna 80. Endi uni narxi sal arzonroq ham chiqsa kerak. Albatta narxi arzon bo'ladi. Hozirgi mana bu narxidan arzonroq chiqsa. Uni narxi 227 million so'm. 227 million so'm. Buni narxi hozirgi kunda 231 million 840 ming so'm. Tentovkasinikichi. Tentligini narxi 238 million. Keyin ham bor. 560 ming so'm. Anaqachi? Promtovar masalan, butka desak 258 million. Yangisi. 720 ming nimasi ham bor. Dumchasi. O'rtoqlar, salonga e'tibor beringlar. Mana shofyordan tashqari ikkita odamni olib ketishingiz mumkin. 3 o'rindiq bo'ladi. 3 o'rindiq, ya'ni 5 bosqichli mexanika korobkada, radiolari bor, bakovoylari qiziydi, konditsioner bor, rullari gidravlika, ABS tormozlari ham ABS. Mana qaranglar. O'ynalari ham elektronika. Bakovoylarni ichkaridan regulirovka qilasiz, elektronik, qiziydi ham. Shunday. Yangi dunyodagi eng zo'r mashina albatta bu yangi mashina. Matin aka, rassrochka, nasiya savdo, shunga o'xshagan narsalar nima? Shu haqda ham ozgina ma'lumot berib o'tib ketaylik. Bo'ldi, o'shanga oydinlik kiritib ketaylik, chunki ko'pchilik video oladi-yu, shu haqida to'liq ma'lumot bermaydi. Bu videoda to'liq ma'lumot berib o'tamiz hozir. Demak, keling, nasiya savdo bo'ladimi bu yo rassrochka bo'ladimi? Oydinlik kiritib olamiz.
hozir e'lon qildik 231 million 840 ming so'm Aha. skitkali narxi bo'lsa, Aha. Nasiya Savdoga bu narx amal qilmaydi. Ha. Uni narxi eski narxida qoladi. Demak, Aha. 248 million 640 ming so'm. Nima Uni- uchun bunaqa? Ha. Nima uchun? Aha. Chunki eng kam 35% to'lov qilish kerak, Aha. yoki 50% to'lov qilish kerak, yoki 70% to'lov qilish kerak. Undan keyingi qoldiq summani kamida 2 yil biz kutishimiz kerak. Ha. Shuni hisobiga bu aksiya bunga amal qilmaydi. Ha. Nasiya Savdo bilan Rasrochka. Hozir eng kamida 35% to'lov bilan Nasiya Savdoga olib chiqib ketsa bo'ladi. Nasiya Savdoga ustama bo'ladi, o'sha ustamasini to'lagan Ha, holda. foyda qo'shiladi. Foyda qo'shiladi. Muddatichi? Muddatini farqi yo'q. Muddati endi maksimum 5 yilgacha, 5 yilgacha gaplashib kelishish imkoniyati. Ha, 4 yilgacha. 4 yilgacha. 4 yilgacha maksimalli gaplashib kelishishning imkoniyati bor. Bor. Endi qarang, o'zini pulini bo'lib to'lashga variant yo'qmi? O'zini pulini to'lashga variant bor. Agar Aha. 70% to'lov qilishsa, Ha. peni yo'q, foiz yo'q. Aha. 248 million 640 ming so'mni 70%ni to'lashadi, qolgan qismini 2 yilga Rasrochkaga beramiz. Qaranglar, o'zini puli deyishga menimcha asos bo'la oladigan gap Shunday. bo'ldi. Endi naqd pulga yoki avtokreditga olsa 16 million 800 lik chegirma amal qiladi. Amal qiladi. Nima uchun amal qiladi? Chunki 100% to'lov bo'lgani hisobiga. Ha. O'shaning uchun skidka amal qiladi. Endi naqd pul endi 100% to'lov qilinadi. Endi avtokreditga olmoqchi bo'lganlarga eng kamida boshlang'ich to'lov qancha bo'ladi? 25% bilan chiqarib beramiz. Eng kamida 25% oldindan to'lov bilan avtokreditga chiqish mumkin. Avtokredit Endi avtokredit to'g'risini aytganda maslahat bermayman. Iloji bo'lsa naqdga olishni maslahat beraman. Nasiya Albatta. savdodan ko'ra naqdga olsangiz maza qilib uxlaysiz, maza qilib xotirjam minasizda, to'g'rimi? Albatta, Mantinaga albatta. to'g'ri Xuddi gapirdim. shunday. O'rtoqlar, fursatdan foydalanib qolinglar. Agar sizga to'lovlarni qancha chiqishi, oldindan to'lov qancha bo'lishi, chunki bunda shassi bor, mana bort bor, tent bor, budka bor, promtovar bor. Hammasini narxi boshlang'ich to'lovi har xil chiqadi va oylik to'lovlari ham har xil chiqadi. Shuning uchun siz telefon qiling, ekrandagi nomerlarga menejerlar sizga mashina haqida ma'lumot so'rasangiz, mashina haqida ma'lumot berishadi va to'lovlar haqidagi ma'lumotlarni ham, grafiklarni ham, tushunchalarni berishadi, to'g'rimi? Beramiz, albatta. Endi faqat yuk tashuvchi emas, yo'lovchi tashish bilan shug'ullanadigan akalarimiz uchun ham yaxshi variant bor. Legendarniy Jag M3, M4 mashinalarimiz. Minivanlar orasida legenda desangiz Legenda bo'ladi. bu bo'ldi, chunki mana bu mashina Rossiyaga odam tashyapti, undan tashqari yukini ham tashyapti, to'g'rimi? Xuddi shunday. Rossiyaga tinimsiz qatnashyapti, qoyil qolish kerak, gap bo'lishi mumkin emas. Endi dunyoni aylanyapti bu mashinamiz. Yaxshi chiqdi. Narxiga arziydi. Narxiga arziydi. Endi bitta yangilik, ilgarigi narxidan, bundan 2 yil oldingi narxidan hozir narxi ancha arzonlab tushyapti, to'g'rimi? Shunday. Jag M Keyin bunga nima ham gapingiz bo'ldim. Bunga qo'shimcha yana 2 xil variant qo'shildi-ku. Endi 2 xil emas, bir xil variant qo'shildi. Buni yuk tashiydigan variant ham, van. Ha, furgoni ham bor. Furgoni ham bor. Ha, furgon xohlauvchilar uchun furgoni ham bor. U sal arzonroq chiqsa kerak arzonroq. 199 million 80 ming so'm bilan xarid qilsa bo'ladi yuk tashiydigan variantini. Buni-chi, buni narxi qancha? Bu plus modeli, Aha. ya'ni lyuks modeli. Lyuks. Ha, 215 million 460 ming so'm bilan xarid qilsa bo'ladi. Buni yana arzonroq varianti bor, komfort varianti. Buni 201 million 600 ming so'm bilan xarid qilsa bo'ladi. Komplektatsiyada juda katta farqi yo'q, diskasida farqi bor. Diskasida farqi bor, monitori bo'lmaydi oddiyda. Aha. Keyin nimasi bo'lmaydi? Kameralari bo'lmaydi. Kameralari bo'lmaydi. Uni qo'yib olsak bo'laveradi, eplasa. Qo'yib olsangiz bo'ladi. Uni narxi qancha? 201 million 600 ming. 201 million. Kimga qanaqa? Aka, buni Nasiya savdoga ham beryapmiz deyildi. Xuddi shunday. Buni X200 ga qaraganda bunda imkoniyatlar ko'proq. Aha. Aynan M3 Plus modeliga. Ha. Bu faqat bitta model uchun. Aha. Ko'pchilik adashyapti unda. Ha, birinchi pozitsiyasiga emas. Yo'q, bu Fulliga. faqat M3 fulliga. Ha. Full variantdagiga Rasrochka amal qiladi. Rasrochka amal qiladi. Rasrochkaga boshlang'ich to'lov qancha qilamiz? M3 uchun? M3 uchun qarang, eng kami 25% ham qilsangiz bo'ladi. Aha. Lekin muddati kam bo'ladi. 6 oygacha bo'ladi. Aha.
o'zini ma'lum miqdor foizi bo'ladi. Misol deylik 0% dan Ha. 22,5%gacha. Ha, Boshlang'ich to'loviga qarab. ekranda nomerlar turibdi, o'sha gap. Telefon qilsangiz, sizni pulingizga qarab turib, pullar hisoblab chiqarib berishadi. Oylik to'lovi qanaqa chiqadi, qancha chiqadi, nima bo'ladi. Hozir bu 9 kishilik. 9 to'g'rimi? kishilik. 11 kishiligimiz ham bormi? Yo'q, Tugadi o'sha. xuddi shunday. O'rtoqlar Bo'lmagan bunda. Ha? Bunda bo'lmagan. Ha? 11 talik. M4da bo'lgan. M4 da bo'lgan, ha? M4imiz ham bor, o'tamiz. Xohlovchilar uchun mana bundan ko'ra sal komfort xohlovchilar uchun mana marhamat M4. Endi buni kimlar olishi mumkin? Xususiy bog'cha, xususiy maktab, zavod, fabrikaga odam tashiydigan akalarimiz uchun yoki bo'lmasa Katta liniyalarni qo'lga kiritishgan, liniyaga siz qo'ymoqchisiz 10 ta, 20 ta, marhamat qo'ng'iroq qiling. 10 ta, 20 ta olganlarga chegirmamiz bor-a? Albatta. Chiroyli chegirma qilib beramiz, xudo xohlasa. Xudo xohlasa, nasib. Gap yo'q, gap bo'lishi mumkin emas. M4 bundan ko'ra sal komfortliroq, puli ham sal qimmatroq. Puli qimmatroq. Ko'rsangiz ham 243 bo'ladi. million 180 ming so'm. Hozirgi kunda xarid qilsa bo'ladi. Lekin bu ham oldingiday ancha narxi tushgan. Narxi Chunki arzonlar. 285 million so'mgacha sotilganda bu vaqtda. To'g'ri. Qimmat Buni sotilgan. hisoblasangiz 40 million arzonda. 40 million arzon. 40 million ham salkam 3000 dollar. 3000 dollar arzon. 2000 dollar o'rtoqlar. Bitta yaxshi Matiz'ni puli, Shunday. Matiz'ni pulini cho'ntaga solib ketyapti ekan hozirlar. Gap yo'q. Bunga ham rassrochka bormi? Bunga rassrochka yo'q lekin. Naqd yoki avtokredit? Shunday, naqd yoki avtokredit. Endi to'lov usullari plastik, pul o'tkazish, farqi yo'q. olib kelinaveradi, muammo yo'q. To'lov baribir bankka Olaveradi. to'lang. Bankka to'lov qilasizlar, shartnoma berishadi, bankka to'lov qilasizlar. Bo'ldi, sizlarga счет spravka bo'lib chiqadi. Bu 9 kishilik, to'g'rimi? 9 kishilik. Buni 11 kishiligi ham bo'ladi. Ha, bo'ladi. Bo'ladi. Lekin sotuvda yo'q. hozir. Sotuvda yo'q. Ranglari-chi, qorasi ham Ranglari bormi? har xili bor. Kul rangi bor, qorasi bor, oqi bor. Har xilidan bor. Bor. Hozir bularga ham garantiya bor-a, to'g'rimi? Albatta. Kafolat. Albatta, kafolati bu ham X200 ga o'xshab 100 ming kilometr yoki 3 yil. Qaysi biri birinchi kelishiga qarab. Hozir ikkalasini motori ikki xil, to'g'rimi? Ikki xil. Bunda 1.8 motor turibdi, atmosferniy. Aha. Bunda ham atmosferniy, faqat ikkilik. Ikkilik. O't kuchi 130 bitta, bunda 145 ta. Ikkalasiga ham metan yoki propan o'rnatsa bo'ladi. Xuddi shunday. Hozir расходi qanaqa aka? Realniy расходini aytaylik. Muncha ko'pchilik biladi, расход ko'p qilmaydi, 8-9 ta yeydi. 8-9 ta rasxod. Bu 10 ta yeydi. Bu 10 ta rasxod. Ha, Endi bu ham gavdasiga 8, qarab, 10 ta, ha. motorni kattaligiga qarab, ob'yomiga qarab. Qarang, Matin aka, endi ikkalamiz endi baribir ilgaridan tanishmiz, boshqamiz. Realniy odamlarni aldamasdan, olib qochmasdan mana uni benzin расходini gaplashaylik aka. Zavodnikini qo'ying aka. Zavodniki 8 tami bergan adashmasam, to'g'rimi? 8 ta bergan. Realniy, misol klientlar bilan suhbatlashgansiz, qanchalar sotilyapti aka deb qiziqasiz-ku baribir. Albatta qiziqamiz. Xullas, buni to'g'risini aytadigan bo'lsak, zavod 8 ta bergan, lekin har bir kishini o'ziga qarab bo'ladi. Bu obkatkadan qanday chiqarishga qarab. Demak, standart 10-12 ta yeydi. 10-12 ta. Shunday. Hali ko'pi. 10-12 ta, 13 ta ham yeydi. Endi kamroq расход qilib turganlar ham bormi? bor aka, bitta mijozim bor, masalan, shaxsan o'zim sotganman. Bir uchrashib qoldik, 9 litr расход qiladi. Ha, haydashga bog'liq. Haydashga bog'liq bo'ladi har bittasi. Hamma dunyodagi hamma mashinani ham misol zavod bergan расход qilmaydi-da. Shunday. Shofyorga bog'liq. Albatta. Albatta ko'p qiladi. Oddiy misol Gentra'ni oladigan bo'lsak, kimnidir Gentra'si 15 ta yeydi, kimnidir Gentra'si 10 ta yeydi. Yurishga bog'liq, Yurishga haydashga bog'liq. bog'liq. To'ppa-to'g'ri. O'rtoqlar 16 millionlik chegirma davom etyapti. Rassrochka ham bor, nasiya savdo ham bor. Avtokreditga ham olib ketishingiz mumkin, naqdga ham olib ketishingiz mumkin. Lekin naqd asal imkoniyatlar serob, qo'ng'iroq qilinglar, gaplashinglar, sizlarga yana ham to'liq batafsil ma'lumotlarni berishadi. Kafolatlar beriladi. O'zlarida gaz, ya'ni metan, propan o'rnatsanglar, kafolat o'zini o'rnida qoladi. Shunday. Ehtiyot qism Matin aka. Ehtiyot qismlar maksimal darajada ehtiyot qismlarini hozir yetkazyapmiz. Xudo xolasa hozir yana bitta konteynerimiz kelgan. Ko'p narsasi bor. Ehtiyot qismi bo'ladi. Bo'ladi. Muammo yo'q, xudo xolasa. Muammo yo'q. Shuni Uch oy, bartaraf ikki oy, qilishga yo'q. bo'lmaydi. Shuni bartaraf qilishga hozir hamma o kuchimizni solyapmiz. Yuklar yetib kelgan, rastamochka bo'lyapti. Xudo xolasa bo'ladi. Gap yo'q.
O'rtoqlar, sizlarni China Motorsda kutib qolamiz. Ekranda nomerlar turibdi, qo'ng'iroq qilinglar yoki bo'lmasa to'g'ri ofisga kelsanglar ham bo'laveradi. China Motors ofisi. Bu yoqqa yursangiz, ana mos nom nima? O'zgarish mosti. O'zgarish mosti, bu yog'i Qumariq mosti, to'g'rimi? Ikkalasining o'rtasida joylashgan. Mustang zapravkani yonida. Shaq topish qiyin emas. Lokatsiya tashlab berishadi. O'rtoqlar, kelinglar, ko'ringlar, minib ko'ringlar. И o'zim ko'rdim. Bugun Pervaldan o'tib kelayotib ertalar Matin aka. Bitta Toshkentga ketyapti bittasi Toshkentdan kelyapti. Pervalning ichida. Hozir ko'payib qolgan yo'lda. X8. Shunda. Metanda yurishibdi. Tonirovkalarni tortib olib brat ketib turgan ekanlar. Chat-chotga qilyaptilar. Haqiqatan ham metanda bemalol Pervalda yuradi. Sizlarga ham tavsiya qilamiz. Agar juda ishonmasangiz, buni minib yurgan klientlarning nomerini berasiz, bitta gaplashib olishaveradi. Cho'chimaymiz. Xuddi shunday. Gap yo'q. To'xtab turing. Yakunlashdan oldin yana bitta furachilarga zo'r bitta variant ko'rsatib o'taylik. Hop, Keling. Mana bu tentovka. 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 Pritsepimiz, ya'ni. Polupritsep tentli. Uzunligi 13,5 metr. 90 kuba. Bunga zo'r taklif tayyorlab qo'yganmiz. Rassrochkaga o'zini pulini bo'lib berishga beramiz. Boshlang'ich qancha to'laydi? Boshlang'ich to'lovini kelishamiz. Kelishiladi. Muddatini ham kelishiladi. Muddatini ham kelishamiz. Foiz Narxini aytib o'tsak, 25 ming narxi. O'rtoqlar, 25 ming dollarga Nasiya savdoga olishingiz mumkin. Rassrochkaga. Qolganini foiz yo'q, penya yo'q. O'zini pulini bo'lib to'lashga. O'rtoqlar, bundan 4 dona qolgan. Kimga kerak bo'lsa, soni 4 dona qoldi. To'lalasini ham bitta odam bo'lsa, yana ham kelishtirib beramiz. Uni ham individual podxod qilamiz. Gap yo'q. O'rtoqlar, marhamat. Bunaqa imkoniyat faqat China Motorsda bo'ladi. Sizlarni China Motorsda kutib qolamiz. Videoni shu yerda yakunlaymiz. Matin akaga kattakon rahmat. Sovuq bo'lishiga qaramasdan izillab bo'lsa ham bizga zo'r ma'lumotlarni berdilar. O'rtoqlar, like bosishni unutmanglar. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yish esdan chiqmasin.